Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 16-iyun haftaning 1-kuni Amudaryo tumani Mang'it mol bozorini video syomka qilib o'tdik. Eslatma qilib o'taman. Mang'it mol bozori 1-kun va 4-kun bo'lib o'tadigan bo'libdi. Videolarimiz ikki qismdan iborat bo'ladi. Yosh qochoqlar va sog'inserlar, katta-kichik ho'kizlar. Videolarimiz profilda joylangan, o'tib bemalol ko'rishingiz mumkin. Oqshom Xitoy mol bozorini video syomka qilib o'tdik. Barisi video profilimda joylangan, o'tib ko'rishingiz mumkin. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Qanunda bizlar ketdik. Videolarimizga obuna va like bosish, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldirish mutlaqo tekin. Videolarimizda tanish bilish guruhlarga va chorvachilikqa qiziqadigan odamlarga tarqatib qo'yaverasizlar. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yosh o'gizlarimizdan boshlaymiz. Qancha so'mga yaxshilik? 13 million aytilyapti. Bozor so'radimi? 11 ga so'radim. 11 ga chiqibdi bozor. Savdomiz bersin. Qachon oldinganda bo'lsa edi tushirsak. Bo'ldi. Assalomu alaykum ashullar. Adam bilan xabarlashib berib. Necha so'm ekan? 12 so'm aytadi. 12 so'm. Vaalaykum salom. 12 million aytilyapti ekan. Beraverin. Onun bir yanında birisi bulamaz. 8,5 milyon. 8,5 million aytilyapti. Hep var mı aram? 9'dan bir yanı var mı? Manyak mı? Kaldırır mı? Haydi oğlum. Öyle abi. Assalomu alaykum. Necha so'mdan aytilyapti ekan? Qarg'ana 8 millionga bergani 8,5 millionga so'rab turibdi deydi. 8 milyon bir. Beraman. Bergisi 8 millionga, bergisi 8,5 millionga so'ralyapti ekan. Bermay turibdi shunada. Necha so'm aytyapsiz narxini? Narxini? 9 million aytilyapti. Assalomu alaykum. Necha so'm ekan narxi? 14 million aytilyapti. Bozor so'radimi? 11 million 500 ga baholabdi bozor. Assalomu alaykum. Shu dizimiz bu. 14 million aytilyapti ekan. Bozor so'radimi? Gelişip gelin. 12 so'rayım. Bozor 12 milliongacha baholabdi. Kelishib beramiz dedi. Savdomizni bersin. Assalomu alaykum. Necha so'm ekan shunda? 13 million aytilyapti ekan. Shu bizlarimiz. Shirveramiz. Aradan shunda yosh qochoqlarimiz ham chiqib qoladi, elimizdan tushirib o'taveramiz. 8 million aytilyapti ekan. Bozor so'radimi? Qanchaga baholadi bozor? 6 million 500 mingga baholagan bozor.
Yani kolunu kaçar yapışıydı. Kaçarlar derdiğini düşüremiz. Assalomu alaykum. Necha so'm ekan narxi? 14. 14 million aytilyapti ekan. Bozor so'radimi? 12 millionga chiqibdi bozor. Bozor 97. 97. Arasini ochmay qo'shib yotsangiz, birinchida chiqib keladi. Assalomu alaykum. Savdosi bo'ladir. Narx qancha ekan ashuli? 15. 15 million aytilyapti. Bozor so'radimi? 13 tunda beramiz. 13 millionga yaqinladi. Bo'ylari 1 metr chiqadi. Assalomu alaykum. Narx qancha ekan ashuli? 14 million aytilyapti ekan. Bo'ylari 1 metr davaragimda. Assalomu alaykum. Necha so'm ekan narxi? 18 million aytilyapti. Bozor so'radimi? 16 million 500 ga baholabdi bozor. Bo'ylari 1 metr plus. Assalomu alaykum. Narx qancha ekan ashuli? 17 million aytilyapti ekan. Savdosi bo'ladir. Yurimizni. 16 millionga so'rayotgan ekan yuziga. O'tirgan bizimizda. 17 million aytilyapti ekan. 15 million 500 ga baholabdi bozor. Bo'ylari 1 metr plus. Bo'ylari 1.10 plus. Assalomu alaykum. Necha so'm ekan narxi? 19 million aytilyapti. Bozor so'radimi? Qanchaga chiqdi bozor? 17. 17 millionga baholabdi bozor. Bo'ylari 1.5 plus. Narx qancha ekan shuli? 17 million aytilyapti. Bozor so'radimi? Qanchaga chiqdi bozor? 15. 15 millionga chiqibdi bozor. Savdangizni bersin. Bo'ylari 20 plus. 26 milliondan baho aytyapti ekan ekonomiyadan. Ekonomiyadan bo'ylari 1.20 plus. Assalomu alaykum. Malas tushadi yaxshi. Narxi 18 million aytilyapti. Bo'ylari ham 1.10 plus. Bozor so'radimi? Qanchaga chiqdi? 14 millionga baholabdi bozor. Narx qancha ekan? 18 million aytilyapti ekan. Bozor so'radimi? Qanchaga chiqdi? 16 millionga baholabdi bozor. Narx qancha ekan buni? 20 million aytilyapti ekan. Bozor so'radimi? 17 millionga so'rab turibdi.
Savdosini bersin. 17 milyon aytilyapti ekan. İki o'gizimiz ham. Nazar 15 dan o'tib so'rabdi. Boylari bir 10 kilos. Ekonomi. Boylari 140 kilos desa da bo'ladi. Narxi qancha ekan? 27 milyon. 27 milyon aytilyapti ekan. Bozor so'radimi? Qanchaga chiqdi bozor? 20 dan o'tyapti. Telefon nomerlar 94 dan 903 63 43. Manzil Manzilangara. Mang'itning o'zida ekan. Bemalol telefon qilaverasizlar. Boylari 110 kilos. Narxi qancha ekan shular? 25 milyon aytilyapti. Bozor so'radimi? 18 milyonga chiqqan bozor. Arqadan ko'rinishlari. Boylari 150 kilos. 23 milyonga olinibdi. Besi 430 kilo dedingizmi? 434 kilo ketdi besi. 23 milyonga olinibdi shu o'zimiz. Buni Amudaryo bo'ylab garaji xizmati uylaringizdan borib o'lchab beradi bemalol. Telefon nomeri aytib Nomer 93 dan 778 34 34. 778 34 34. Amudaryoning Nivo yerine borib o'lchab beraveramiz. Amudaryoning hamma yerine borib xizmat ko'rsatadi. Bemalol murojaat etaverasizlar. Necha tonnagacha o'lchaydi bu? 2 tonnagacha bemalol o'lchab beradi mollaringizda. Ajoyib o'gizimiz. 24 milyonga olinibdi. Tarazidan o'tirgan ekanlar o'lchab 440 kilo ketdi. Ajoyib o'gizimiz. Arqadan ko'rinishlari. Kaç bile? YouTube'dan şurayacak. YouTube'dan şurayacak. Kelib o'rin savdoni. Mang'it bozorining savdosining kuchini ko'rsatinglar, shappatlashib. Necha so'm aytyapsiz? 27 ay turibman. 23 milyon 700 ga so'rab turibdi. 27 milyonga aytib turgan ekan, 23 milyonga so'rab turibdi ekan. 23 milyon 700 mi? 23 milyon 700 ga so'rayapti ekan. Boylari 110 kilos, 120 chiqadan qo'lni. Yaşar tamam mı? Boylari 110 kilos. O'gizimiz ajoyib. Hozir quyosh bo'lib turibdi, bu yog'rog'idan tushiramiz. Aniqroq ko'rinadi. 30 milyon aytilyapti ekan narxi. 21,5 milyonga. Bu ikinchi o'gizimiz ham. 110 kilos boylari. 25 milyon aytilyapti ekan. Bozor 20 milyon 500 gacha chiqibdi. Nomer 599 78 00. 94 dan 599 78 00. 599 78 00. Manzil Manzil Amir Temur. Manzil Amir Temurda, Mang'itda bemalol murojaat etaverasizlar.
Ha. İki tane ögüzümüz. Onu boyu 1.10 kilos. Belgimiz 1.15 kilos. İkinin ham narxi 22 milliondan aytilyapti. 18 milyon 500 dan so'ralyapti ekan. Eslatma qilib o'tamiz. Amudaryo tumani Mang'it mol bozorindamiz. Birinchi kunga mol bozorimiz ko'chirilgan. Birinchi kun 4-chi kun bo'ladigan bo'lgan mol bozor. Bugun mollarimiz sal kamroq, 4-chi kun bo'ladi ekan ko'proq. Uqan Optim bozor 4-chi kun bo'ladi deyapti odamlar. Shuning bilan o'g'izlarimizni yakunlaymiz. Bugun mollarimiz kam. Shuning uchun ozgina video bo'ladigan bo'ldi. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarimiz yosh qachonlar va sag'insellar bo'ladi. O'tib ko'raverasizlar, profilga joylanadi hammasi.